Hurmatli o'quvchilar, bugungi sana nechinchi sanadi? 9-chi. Yaxshi. Demak, 9-fevralda qaysi buyuk alloma tavallud topgan kun? Alisher Navoiy bobomiz. Barakalla. 14-fevraldachi? Zahiriddin Muhammad Bobur. Yaxshi. Demak, hurmatli o'quvchilar, bugun kelajak soat darsimizda mavzusi Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning buyukligi deb nomlanadi. Bugun chunki Alisher Navoiy bobomizning yoshlari necha yoshga to'ladi? 585 yoshda. Barakalla. Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiznichi? 594 yoshda. Yaxshi. Bugungi kelajak soat darsimizda noan'anaviy tarzda tashkil etamiz. Siz darsga tayyormisiz? Ha. Hurmatli o'quvchilar, buyuklik deganda o'zi siz nimani tushunasiz? Qani? Bilat. Barakalla. Mehnat. Barakalla. Mas'uliyat. Barakalla qizim. Sabr. Sabr. Yaxshi. Ana endi bularga bir ta'rif beraylik. Bilim o'zi nima, hurmatli o'quvchilar? Qani qizim? O'qish, izlanish, savol berish. Barakalla qizim. Yaxshi. Mehnat deganda biz nimani tushunamiz? Qani qizim? Har kuni og'izdan tinmay ish qilish. Barakalla qizim. Yaxshi. Mas'uliyat nima ekan? Qani qizim? So'z va ish uchun javob berish, foydali bo'lish. Barakalla qizim. Yaxshi. Sabr nima ekan? Qani qizim? Nashoda qizim? Sabr deganda natija darrov chiqmasa ham taslim bo'lmaslik. Barakalla qizim. Yaxshi. Endi biz buyuk inson deganga nimani tushunamiz? Qani qizim? Buyuk inson bu urug'dagi madaniyat, bilim va kasbga intilib, o'zini xalq uchun fido qilgan shaxsdir. Barakalla qizim. Yaxshi. Alisher Navoiy o'zbek adabiy tilining asoschisi, o'zbek mumtoz adabining buyuk namoyandasi. Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirot shahrida dunyoga kelgan. Alisher Navoiy bobomiz, ya'ni Zulnisonay ikki tilda ijod qilgan. Ham turkiy tilda, ham forsiy tilda mana she'rlar yozgan. Hurmatli o'quvchilar, Alisher Navoiy bobomizning qaysi ikki misra baytlari uchun Mavlona Lutfiy butun ijodini almashmoqchi bo'lgan edi? Siz bilasizmi? Ha! Qayeri qani? Orzin yo'qosh ko'zingdan sochilib hatlasa yosh, bo'yagim paydo bo'lib yulduz nihol bo'lib yosh. Ana Alisher Navoiy bobomizni g'azallarini, ruboiylarini yodga olganmisiz? Ha! Yaxshi, unda g'azalchi metoddan foydalangan holatga men g'azal boshlayman, sinf rahbari davom ettiradi, sinf rahbariga o'quvchi nima qiladi? Davom ettirishi kerak. Demak, Alisher Navoiy bobomizni kelmadi radifli g'azalni boshlayman. Kecha kelgum durdibon sarvigulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Sinf rahbari davom ettiradi. Lahza chekdim u chiqdim yo'lida, intizor keldi jon og'zimga-yu, o'lishu badxu kelmadi. O'quvchi. Or azidek oydin etganda gar etdi ehtiyot, ro'zg'orimdek ham o'lganda qorong'u kelmadi. Ul parivat hajridan kim yig'ladim devona bor, kimsa bormikan ani ko'rganda kulgu kelmadi. Barakalla, yaxshi o'tiramiz. O'quvchilar, Alisher Navoiy bobomizning ruboiylarini zanjir usulida nima qilamiz? Davom ettiramiz. Boshladi. G'urbatda g'arib u shodimon bo'lmas emish. El anga shafiq u mehribon bo'lmas emish. Qani Muhammadjon, siz davom ettiring qani. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulga tikandek oshiyon bo'lmas emish. Barakalla o'g'lim. Ol yo'qdir jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim xatolik bo'ldi. O'z yurtni qo'yib hinsor yuzlandim. Yorab netayni yuz qaroliq bo'ldi. Qani bu misralar kimga tegishli? Barakalla. Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz, demak biz bilamizki 1483-yil 14-fevralda Andijon shahrida tavallud topgan. Bu kishi 12 yoshdan, ya'ni otasi Muhammad Shayx vafot etganlar.
1494-yilda va 12 yoshli yetim qolganlardan keyin davlatni boshqarish 12 yoshli Bobur qo'liga qolgan. Va bu kishining davlat boshqarishga onasi Qutlug' Nigor xonim va Hoji Qozi nima qilgan? Davlat boshqarishga yordam bergan. Ham Bobur, ham shoh, ham shoir sifatida nima qilamiz? Biz bilamiz, taniymiz. Yaxshi. Qani jasur Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir. Barakalloh qizim. Darsimiz so'ngida Bobur va Humoyunning suhbatidan parcha tinglaymiz. Tole yo'qki jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim xatoliq bo'ldi. O'z yerni qo'yib ximsora yuzlandim. Yorab neytayin ne yuz qaroliq bo'ldi. Shohim nechun biz uchun joningiz fido qildingiz? Bolam, siz bu haqda o'ylamang. Sizga aytmoqchi bo'lganlarimni yozib qo'yganman. Siz mana shu yozganlarimni avlodlarimizga yetkazing. Ular ham buni o'qishsin. Toki tirik ekanman sizning o'gitlaringizni unutmayman. Bolam, mening ham umrim oxirlab bormoqda. Bu taxt, davlat siyosati sizning bo'yningizga tushmoqda. Hazratim, Shanxay shahrida qonli to'qnashuv bo'lmoqda. Ijozat bersangiz uni tinchitib kelsam. Mayli, boring. Shanxayni tinchiting-u, darhol ortingizga qayting. Sizni taxt kutmoqda. Yo Rabbim, har qanday olov ham yonib asta-sekin o'charkan. Bu ne sinovdirki, mening ham umrim oxirlab bormoqda. Sizlarga esa o'z yozganlarimni qoldirib ketyapman. Toki tirik ekanman, Andijonga mening yozganlarim yetib borgan. Aziz o'quvchilar, mana Alisher Navoiy bobomiz va Zahiriddin Muhammad bobomiz mas'uliyatni his qilganliklari uchun nima qilgan ekan? Tarixga nomlari qolgan. Shuning uchun, demak, Alisher Navoiy bobomiz bilan Bobur bobomiz hozirgi paytda tirik bo'lganga sizga nima deyildi? Biz boshlaganimizni davom ettiraylik. Shuning uchun endi birgalikda hammamiz qani? Yaxshi. Shuning uchun biz ajdodlarga nima qilishimiz kerak? Munosib avlod bo'lishimiz kerak. Shu bilan darsimiz yakunlandi. Xayr, sog' bo'ling.